Siz solasan. Bolaga yerga ruxsat qo'shqor Bermayapti-da. Xudo xolasa ko'paytirib beramiz aka. O'zimizda xalqqa tarqatamiz. O'zimizda oltiariqqa Biz tarqatamiz. obunachimiz kuzatib turasiz meni. Mashalloh, qarang. Aka O'zbekistonga har bitta qo'y kelsa, zotli qo'y kelsa, xursand bo'laverish kerak deyman-da. U 10 ming dollarga oladimi, 20 ming dollarga oladimi, lekin qonni olib kirib kelyapti-ku, to'g'rimi? Ashundan bolasidan bir kun olamiz baribir, to'g'rimi? harakat bilan bo'yapti. Mana mehnat. Shuning uchun arashan qimmat, nasl qo'y qimmat deydi, toza qo'y. Ana. Haligini bolasini mana shu o'sha so'liqda nevarasi bo'ladi. Ya bu aka, Mon qarang, bu yilgi natija bu. qo'y. Sizga qo'zilar ular. Ya qo'y, sizlar qo'ylar faqat so'liq tug'diradimi? Ha. So'liq. Yo, qo'chqorlarini sotdik-da. Yo'q, biz qo'ylar qo'chqor tug'diryapti, nasl ko'paytirish juda qiyin bo'lyapti-da. Yo, bular Ya qo'y. Ya qo'zi ekan bular. qarang, bu yilgi qo'zi Zohid aka, men sizga tushuntiray. Haliga ko'rdiku 3 ta qo'y. O'sha qo'ylarni bolalari. Bular. Aka, bitta gap aytaymi? O'sha bitta qo'ydi nevarasi bilan bitta qo'y. Mana baraka. Quyoshda issig'ida keldik, 40 daraja issig'ida. Ha. To'g'risi yo'ldacha qiynalib boshqa qilib keldim, men charchag'im chiqib ketdi. Bu qo'yni ko'rib, ishonavering. Mana haqiqiy baraka. Bitta qo'y shuncha qilib qo'ydi mana. Qarang. Maza qildi. 3 ta dedingiz-ku? 6 ta o'zi asli mana. Bolalar. Bir yildan bolalari bular. Ha. Aka, hammani qo'rasida shunaqa qo'ylar turibdi. Ilohim, hammada bo'lsin. Endi Qo'zilar qarang. aka Qo'chqorda endi men ham bitta fikrimni aytib ketaman akaga. Endi Qo'chqorda jicha hali toni nima bo'ladi-yu? Rang. Ha. Hali tikonjin qo'y. Simjin qo'chqor. Qo'ylar aka ideal aka, so'liqlar. Qo'y, mashalloh aka. Lekin Qo'chqorda o'shinsiga sekin o'tkazdirtiring. Ha, simjinga. Simjinga. O'rgatyapmiz endi, xudo xolasa bu yil kutaylikki, mo qo'chqordan natijani. Ha, bundan. Ha. Bundan endi yana ham kasdagi yo'g'on manolardan yana ham yo'g'on narsalar tushadi. Xudo xolasa shunaqa qilamiz. Lekin endi jicha elitali, sveti chiroqliroq, xushroq, mana haligi boshqa liniyalardan olib keltiring-da, chatishtirib yana. Xudo xolasa. Aka, mana tumshug'ini qarang, mana buni. Tumshug'i bunday. Mana shuni? Mo'ni qarang. Ko'krayda qarang. Bularni sotuvga yo'q-a hozir hali? Yo'q, sotuvda yo'q. Yo'q. Tomosha Tomosha, ekan. sotuvda yo'q. Mana oddiy qo'ydan chiqqan natija. Yana 3 yildan keyin, 2 yildan keyin qo'y to'lib ketadi sizga. Ba'li sotib berasiz keyin kel. 3-chi bo'lsa bu 4-chi. Endi qarang, Xat aka. Obunachilarimiz juda ham zehrli kuzatib turadi. Endi shu Oltariqda Tursunboy ukamizni qo'ylari bor, azeriy qo'ylar. Bitta liniya ketdi-da, sizni kuzatib qoladi. 1 yil, 1,5 yildan keyin siz ham baribir sotishni boshlaysiz. Ashunda hali katta qo'ydi bolalari va so'luqlardi. Davlat boshi qo'y mana hozir to'g'risida biz ham kirishga qo'yib ketdik endi u qo'yga. Davlat boshi qo'y. Mashallah. Shu bilan birga Jallovatdan baraka topib olib kelganmiz. Qirg'izistonda. Ana aka, mana shuni aytyapman-da, svetli. Bu liniya. Qo'zi. Mashina endi qo'shsak bo'ladimi mana endi? Yo'q. Keyingiligi. Yo'q, aka, Bo'lmaydi bu. men qo'shmasdim, ochig'ida. Men ham qo'shmasdim. Qo'y ideal ekanu, polikirovka-da bu. Polikirovka. Aka, bu qo'ylaringiz bu ideal monoso'llar topish qiyin, to'g'risi. Qiyin. Bu so'llar qiyin. Lekin svetiga gap yo'q bu Qo'chqorda. Sveti. Lekin yana ham kalla katta, bunday kallalari garbanos. Endi mana hozir bu yerda necha mingta seleksioner ko'ryapti-da, endi to'g'ri maslahatni berib ket deydi-da, to'g'risini aytaverey. Hozir yo buni aka zo'r bo'ladi, uyi desam, ertaga noto'g'ri gapirdingiz deyishi mumkin aka. Jicha elitaga o'tkazding. Xudo xolasa. Qo'yiga men so'lovlariga 5 ketdim. Buni so'lovni ko'rganim yo'q hali anchadan beri, to'g'risida. Buni qo'shmay qo'yilaveradi. Ha. Bu lekin sifat kачество zo'r bunda. Sotuvga chiqarib yuboramiz o'miz. Ishqivoziga sotaveramiz. Endi to'g'ri so'z maslahat berib ketish meni vazifam, to'g'risida aka. Nimasi bo'ladi? Chiroyli beraveradi bu. Chiroyli bolalar o'ta suluv tushaveradi, lekin ichi kalla kichkina. Qulog'i jicha nimaroq, aka, to'g'risini aytib beray. Aka, shaqam bor ekan. Bu qo'ylarga buni qo'shmay, aka, zo'r gap yo'q. To'g'risida. Xudo xolasa bundan bolalar tutsin. Yaxshisidan endi o'zingiz to'p berasiz-da. Moslab, maslahatlashib qo'shamiz.
Xudo xolasa. Aka men kelib aytdiki, rost bilan ham bunaqa sog'liq ko'raman demodim, maza qildim ko'rib turib qo'ylarni. Ish buzibdi. Sajarani qarang, eng Sajarani. qizig'i. Bitta qo'ydan 3 ta Qaysi bola, qora? 3 tadan Buni olib kirib eng qo'yavering aniq buni. bolalar. Qorani olib chiqing-da, bitta ko'raylik ashitda. Bormi bolasi buni? Ashini olib chiqing, Tursunboy. Qoranimi? Siz endi bu kuchli seleksionerlar qatoriga qo'shdik sizni. Bugundan qo'shilding. Qo'shildingiz siz. Ha, bugundan qo'shildi. Chaqirib turadi. Trendda. Kuching yetarmikin? Yo, yaxshi ekan, zo'r ekan. Baquvvat. Nechinchi yilsiz? 2009 ham malades. Oldini qarang, ko'kriklar qarang, suviydi Siz qarang. yana bir 5 yildan keyin shunaqa qo'ylarni baqing, chempionlarni olib chiqing. Ana. Hozir. Bu ena bolami bu? Nari tomoniga o'tib ol o'zing. Bu enasi. Ha, bu enasimi? Bunga qanaqa qo'chqor qo'shiladi bunaqa tug'di? Xuddi shunaqa rangda qo'chqor qo'shilgan. Buri. Ha, Namangandan olib kelgandik. Aka, qarang. Mana. Mana qo'y ideal. Endi bu qo'yga sifatli zo'r narsa qo'shganingizda hozir ena baquvvatda. Balandligini qarang. Bolani qarang. Yana ham zo'r qilib tug'dirib beradi. Endi qo'chqorga jicha e'tiborliroq bo'lasizlar endi. Lekin mana bilan mana undan ham zo'r Mana narsa qo'chqordan tushgan bolani tasavvur qiling. zo'r. Bu ayollarni ushlab olganimizga achchig'i kelyapti buni. Cho'q Otasi yorib xuddi turaveradi. shunaqa rangda edi. Uni ham, Ha, juda katta edi yo. O'sha hozirgi so'lovda sherik. bitta tishini ochingchi. To'rtta. Hali tug'madimi bu? Bitta. Tug'dimi? Bolasi bor ham bitta. Yo'q, bolasi yo'q. Ha, sotib yubordingizmi? Sotilib ketdimi? Qarang. Uchinchi bolasi. Zohid aka, yana bitta narsa. Buni bo'y bu chiqsa 85 chiqadimi? Shunaqa, ha. Endi buni bo'yini qarang. Qo'chqor kuchli-da. Ha. Qon buzildi-da. Endi bunga hunoni qo'shdik, endi natijani ko'ramiz. Ana Ne chiqar ekan. shuncha qiziqyapman-da aka men hozir. Ha. Ana endi. Qarang mana oddiy nima tali yangi boshlovchilarga ham bir xilgisi Aka, mana o'ylanaveradi-da. qo'zini ushadingmi? Mana qo'zini. Ha, quloqni qarang, juda zo'r Ha. ekan mana shu ham. Mana ular qarang, mana sho'rliqlarni ham qarang. Oddiy qo'ydan tushgan qo'ylar-da Ya mana aka, shular. men ana qo'ydi, umuman qulog'i boshqa narsa ekan, kallalari. Qo'yib yubor, Qo'yib yubor. Ana shu qizilni ham ushlaginda yoniga kirib ketdi, u kallasini ko'tarib turibdi. Tikka qo'y. Tikka turibdi kallasi. Ana, Eldorjon Ana asham shu. zo'r ekan. Ana shu. Oldi to'r burchak qo'yilganda. mana Ana. qo'yni ham ko'ring. Zohid aka. Ana zo'r. Aka, mana endi bitta gapda. Mana. Keling, hozirgi qo'chqoringiz bor-ku. Mana, hozirgi qo'chqor polikrovka. Shuni shunga qo'shsangiz, buni rangini buzadi-da, chiroyli oqishroq qo'yib mana mashina. Mashinaga qo'shish kerak buni aka. Hozirgini. Nimaga desiz, u afg'onda, hali afg'onda xona bor baribir. Mana u bilan jicha sifat tug'ilishi mumkin aka, zo'r bo'laveradi. Rangni o'zgartiradi. Rangni o'zgartiradi-da, qarang rangni. Lekin mana ularni o'zi rangi tilloga teng rangda mana ular. Bularni bu rang. yana ham zo'r qo'chqor qo'shaverish kerak. Endi Bolasi bor bitta. bolasi bormi? Bor bola. Bu ham shu bu qo'y haqiqatan 5 yil 4 yildan beri zo'rini olinib, yig'ilib kelinyapti. Yig'ib saralab Bu chiqariladi. o'zidan shunday hozir bozordan shunday sotib olaman siz hech qachon sotib kirmaydi bunday qo'y. To'g'risini aytaveradi. Kirmaydi. Seleksiyani ashun uchun Eldorjon qimmatligi shunda-da sabr. Bu yerda hozir biz 1 yil yo 2 yillik mehnatni ko'rmayapmiz bu yerda hozir. 5 yil ag'ida endi qishda sovuqda kelgan bu aka qo'ydi oldiga, to'g'risida yemini bergan, suvini bergan bu 5 yillik mehnatning natijasini ko'rib turibmiz. Mana. Kami Uchinchi bolasi. 3-bolasi. Qarang, Buring bir tarafga, biz tarafga. qoyil. Maşallah. Haqiqatda 1 yil 2 yilda chiqarilgan narsa emas-da bu. 5 yil mehnat qilgan, hazil mehnat bo'lmagan bu darajaga kelguncha. Lekin eng qizig'i oddiy qo'y bilan ishlab chiqargan. Oddiy Endi- qo'y bilan, arzon qo'y bilan ishlab chiqargan. Chiqarilgan. Chiqarilgan. Ana shuni gapirib o'ting ana. O'sha yerda arzon qo'y bilan ishlab chiqarilgan natija mana shular. Bo'ldi. Endi bitta ish qilamiz bolalar. Qo'chqorni uka